Assalomu alaykum barcha musulmon ahliga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Hurmatli do'stlar, mana Qurbon hayitiga sog' salomat o'qib, mana 6:30 da chiqdik. Mana bizni qishloq nasibsa hozirda namozdan keldik. Qishloqning boshiga tushsak, mana bolalar o'zi hayit shular bilan qiziqda. Maza qilib haylab yuribdi ular. Молодец. Bu tarafda bu go'daklar ham haylab yuribdi. Qadrbalon, qadrdon do'stlarimiz, mana Xudo xolasa Qurbon hayit namozini ham o'qib kelib, mana uyga kelyapmiz. Ana endi qurbonlikda so'yishga. Qurbon hayit bayrami hammaga muborak bo'lsin. Mana shu musofirda yurgan, uylarida yurgan hammaga obunachilarimiz, chetdan, boshqa joydan tomosha qilayotgan hammaga oilangizga tinchlik, xotirjamlik, mana shunday xursandchilik bo'laversin. Musofirda yurganlar so'nggi yil Xudo xolasa birgalikda haydlab shunday xursandchilik yashashni nasib etsin. Ikkitasi jiyan bo'ladi bu ikkovi. Bu katta o'g'lim. Mana bu ikkinchisi. Haylab yana bitta jiyan bu yerda. Haylab ketyapti, maktabga oldiga yetibdi bular.